Shoshilinch tezkor xabar. Barcha fuqarolar tayyor turing. O'zbekistonda hozirgina dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hozirgina yer qimirladi. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi: Sirdaryo viloyati 4 ball 206 km, Qashqadaryo viloyatida 3 ball 417 km, Samarqand viloyatida 3 ball 423 km, Jizzax viloyatida 2-3 ball 441 km, Sirdaryo viloyatida 2-3 ball 467 km, Farg'ona viloyatida 2-3 ball 502 km, Navoiy viloyatida 2-3 ball 542 km, Toshkent shahrida 2-3 ball 550 km, Namangan viloyatida 2-3 ball 561 km, Andijon viloyatida esa 2-3 ball 564 kilometrda sezilgan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.